Nazdimda Vinicius Arsenalga o'tganida hamma yutardi. Hamma yutardi. Men Viniciusni yomon deyman. Vinicius juda katta futbolchiga aylanib ketdi. Bitta o'zi hal qilib tashlaydi. Lekin Vinini o'zi uchun ham bir joyda birinchi raqamli bo'lishga imkon paydo bo'lardi. Vinicius hamda Kylian Mbappe muammosini Mourinhodan oldingi murabbiylar ham hal qila olishmadi va u hali ham so'roqligicha turibdi. Diamande ham aslida Cote d'Ivoire terma jamoasi chap qanotda o'ynadi. Rodrigo o'zi chap qanot yarim himoyachisi bo'lgan, juda ko'p. Hozir Kukureli qo'shilib umuman chap qanot kuchib va Vini agarda Arsenal ketadigan bo'lsa, hamma yutardi dedim bu. Viniciusni o'zi yutardi birinchi navbatda. Arsenalning ayni chap qanoti hozir o'ng qanotidan farqli bo'lib turibdi. Realniki o'ng tomoni qanaqa bo'lsa, Arsenalning chap tomonidan shu holat kuzatilyapti. Trossard ketdi, xabaringiz bor, keyin Martinelli baribir unaqa darajada emas. Bu tomonda bu endi gapirmasa ham bo'ladi. Madueke, Saka maza qilib o'ng tomonda o'ynashadi. Hozir juda zo'r balans vujudga kelardi. Va Vinidek futbolchini menimcha har qanaqa Arsenal muxlisi o'zining jamoasida ko'rishni istardi. Chempion jamoa tarkibiga borib qo'shiladi. Chempionlar ligasida ham muhim. Arsenal yutardi bunda. Bu butunlay yutuq bo'lib ketardi. Va Real ham yutardi qiziq tomoni. Shunaqa bo'lib qoldi-da. Mbappe butunlay chapga o'tishi mumkin edi. Keyin bitta rosta kamiga hujumchiga e'tibor qaratardi, bitta hujumchi olardi va ikkita hujumchi bilan hozir Real Madrid bemalol o'sha yondirib harakat qilishi mumkin edi, balans vujudga kelib. Qolgan tomoni to'g'ri, hatto Rodri kelmagan taqdirda ham. Bu yerda endi Perez yutqizishni istamadi chog'i, shartnomasini uzaytirmoqchi bo'lgan futbolchisini ehtimol Arsenalga yutqazishni istamadi. Masala hal edi. So'rab turilgan joyida-da endi. Nima deymiz? Sotilmadi, balkim maoshini yaxshilab oldi. U uchun zo'r. Lekin ertaga o'yin boshlansa Mourinho yana bosh qotirsa kerak. Mourinhoda yana muammolar kuzatilsa. Men shunaqa deb o'ylayapman. Balkim sizda boshqacharoq fikrdir.